Chaqaloq o'rganadigan birinchi so'z ona. Onadan go'zalroq, iliqroq va minnatdorroq so'z bormi? Qiyin paytlarimda birinchi xayolimga keladigan, har doim yonimda bo'lib, dalda beradigan onamdir. U ayovsiz shamolda og'zi och qolsa ham, bolalarini har doim mazali taomlar bilan to'ydiradi. U tayoqdek ozib ketsa ham, baribir bolalarni oylab yashaydi. Uning sevgisini tasvirlashga so'z yo'q. Ona, sen muhabbatsan. Agar farzandlari uchun bo'lsa, onalar hamma narsani, hatto o'z jonlarini ham qurbon qilishlari mumkin. Ona 8 oyoq tuxumlari yorilib, dunyoga ketmaguncha go'rdan hech qachon chiqmaydi. Buning sababi u zich osilgan 100 mingta 8 oyoqli tuxumlarning chirib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun uxumlar orasiga havo puflash kerak. 8 oyoqli tuxumlari yorilgach, ona 8 oyoq bor kuchi bilan yangi tugilgan bolalarini suv yuzasiga itaradi. Va shundan so'ng u oladi. Tuxum qo'ygan imperator pingvin onasi tuxumni bosib o'tirishdan juda charchagan, lekin u dam olishga vaqt topolmaydi. U bolalarini boqish uchun baliq tutmoq maqsadida -60 daraja Selsiygacha bo'lgan qattiq sovuqqa bardosh berib, dengiz tomonga yurish kerak. Qulub nayrangli zaharli oq qurbaqasi tirnoqdek kichkina. Qurbaqaning tuxumlari chiqib baliqchaga aylanganda, ona qurbaqa bolalarini birin-ketin orqasiga olib safarga otlanadi. U baland daraxtda joylashgan kichik buloqqa bolalarini boqish uchun boradi. Ona qurbaqa katta kuch sarflab daraxtga chiqadi. Bu orqada chaqaloq bilan Empire State Buildingga chiqishdek qiyin. Biroq ona qurbaqa har bir bolani ular uchun xavfsiz bo'lgan daraxtga olib chiqadi. Hatto bu kichik jonzot ham buyuk onalik mehriga ega. Onalik mehri haqiqatan ham sirli. Onalar farzandlari uchun har qanday og'riqni e'tiborsiz qoldiradigan onalik mehrining manbai nima? Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, onalik mehri gormonlar, estrogen va progesteron muvozanatiga bog'liq. Olimlarning ta'kidlashicha, onalik mehri o'rganilgan narsa emas, balki taqdirdir. Ularning aytishicha, onalik mehri turni saqlab qolish uchun meros bo'lib o'tadi. Xotin jamiki insonlarning onasi bo'lgani uchun odam ato unga Momo Havo deb ism berdi. Birinchi ayol Momo Havo ismining ma'nosi hayot. Farzandlariga hayot berish onaning taqdiri. Shuning uchun ona jonini berishga majbur bo'lsa ham farzandlariga hayot beradi. Shunday qilib Xudo o'z suratiday qilib yaratdi inson zotini. Erkak va ayol qilib yaratdi ularni. Yer yuzidagi onalar samoviy onaning timsolida yaratilgan. Onalik mehri bu samoviy onaning ulug' sevgisini aks ettiruvchi soyadir. Ota Xudo mavjud bo'lganidek, ona Xudo ham bor deb o'ylaysizmi? Biologik nuqtai nazardan erkak va ayolning mavjudligi shunchaki tabiiy emas. Shunday bo'lsa ham, erkak va urg'ochining mavjudligini tabiiy deb bilishimiz sababi shundaki, atrofimizdagi aksariyat organizmlar jinsiy ko'payishga amal qiladi. Ya'ni ota va onaning genetik materialini qo'shib, yangi organizm yaratiladi va u keyingi avlodga o'tadi.
O'simliklar, hasharotlar va hatto qoziqorinlar ham onalardan hayot oladi. Biroq ota va ona orqali naslga hayot berish usuli bir jinsli ko'payishdan xavfliroq. Chunki ular yoshlarni dunyoga keltirishgacha turli jarayonlardan o'tadilar va nasl uchun yaratilgan rang-barang patlari hamda qoshiqlari ko'pincha hayotlarini xavf ostiga qo'yadi. Shunga qaramay, nima uchun barcha tirik mavjudotlar onalari orqali hayot olishadi? Zero, butun borliqni sen yaratgansan, hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi, yaratildi. Onadan hayot olish Xudoning irodasidir. Unda nega Xudo barcha narsani onalardan hayot olish uchun yaratgan? Xudo bizga jismoniy hayotimiz jismoniy onalarimiz tomonidan berilgani kabi, abadiy hayot samoviy onamiz tomonidan berilishini ko'rsatmoqchi edi. Har bir tirik organizm faqat onasidan olgan umr davomida yashashi mumkin. Demak, abadiy hayotni faqat abadiy hayotga ega ona Xudo berishi mumkin. Keyin Xudo shunday dedi: "Endi inson zotini yarataylik, ular o'z suratimizday, o'zimizga o'xshagan bo'lsin." Xudo faqat bitta, yana ota sifatida emas. Agar ota Xudo o'zi odamni yaratgan bo'lganida, endi inson zotini yaratay, ular o'z suratimday, o'zimga o'xshagan bo'lsin deb aytgan bo'lardi. Biroq muqaddas kitob bizga Xudo insonni Xudo suratida yaratganini o'rgatadi. Ularni erkak va ayol qilib yaratdi. Xudo insonni o'z suratida yaratganida erkak va ayolning yaratilganligi, Xudoning erkak qiyofasi, ota va Xudoning ayol qiyofasi, ona mavjudligidan dalolat beradi. Bizning osmondagi otamiz. Xristianlar muqaddas kitob ta'limotiga amal qilib, Xudoning erkak qiyofasini ota deb atashgan. Unda Xudoning ayol qiyofasini nima deb atashimiz kerak? Samoviy Quddus esa ozoddir, u bizlarning onamizdir. Jismoniy dunyo bizga ma'naviy dunyoni ko'rsatish uchun yaratilgan. Bizga yerdagi mabad orqali samoviy mabadni ko'rsatgan Xudo bizga yerdagi oila orqali samoviy oilani ma'lum qildi. Xudo soya sifatida ko'rsatgan yerdagi oila ota, ona, aka-uka va opa-singillardan iborat. Xo'sh, samoviy oila nimalardan iborat? Iso bizga ruhlarimizning otasi borligini o'rgatgan. Bizning osmondagi otamiz. Biz jismoniy otalarimizning tarbiyasini olib, ularni hurmat qilib kelyapmiz. Shunday ekan, yangi hayotga ega bo'lish uchun osmondagi otamizga bundan-da ko'proq itoat qilishimiz kerak emasmi? Havoriy Pavlus bizga ota-bobolarimizni hurmat qilganimizdek, osmondagi otamiz oldidagi burchimizni uning farzandlari sifatida bajarishni o'rgatgan. Yerdagi oilada farzandlar bor. Yerdagi oilaning haqiqati bo'lgan samoviy oilada ham bolalar bor. Men sizlarga ota bo'laman, sizlar esa menga o'g'il, qizlar bo'lasizlar. Samoviy oilaning nusxasi bo'lgan yerdagi oilada bolalarning ularni dunyoga keltirgan onalari bor. Xuddi shunday samoviy oilada abadiy hayot ato etadigan samoviy ona bor. Samoviy Quddus esa ozoddir, u bizlarning onamizdir. Onasiz hech qanday hayot tugilmaydi. Xuddi shunday ruhlarimizning onasisiz abadiy hayot bo'lishi mumkin emas. Endi ona Xudo farzandlarini butun dunyo bo'ylab chaqirmoqda.
ruh ham, kelin ham, kel, deb chorlayapti. Ushbu bashorat so'zlarini tinglayotgan kishi ham kel, deb aytsin. Kim chanqagan bo'lsa, kelsin. Kim xohlasa hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin. Onasiz hayot yo'q. Iltimos, hayot manbai bo'lgan samoviy onaga keling va osmon shohligini meros olish uchun abadiy hayotni qabul qiling. Ona Xudo yashaydigan Xudoning jamoatiga keling. Bu asrda faqat ona Xudoga ishonganimizdagina abadiy hayotga ega bo'la olamiz.